keyingi tun kelishini kutdi. Ataylab. Telefonini o'chirdi. Soatni devordan oldi. Xonani qorong'i qildi. U o'ziga shunday dedi. Agar bu tasodif bo'lsa, bugun bo'lmaydi. U yotdi. Ko'zini yumdi. Uyg'ondi. Ichida nimadir qimirlagandek bo'ldi. U hali ko'zini ochmasdan bilardi. 03:17. Bu safar u telefoniga qaramadi. O'rnidan ham turmadi. U tingladi. Avval hech narsa yo'q edi. Faqat jimlik. Lekin bu jimlik odatiy jimlik emas edi. Keyin u ovozni eshitdi. Past. Judayam past. Go'yo kimdir gapirmoqchi, lekin ovozi chiqmayotgandek. U quloqini yostiqdan ko'tardi. Ovoz yaqinlashdi. Bu ovoz devordan kelayotgandek edi. Yoki devor ortidan emas, devorning ichidan. U o'rnidan turdi. Har bir qadami og'ir edi. Xonada havo qalinlashgandek. U devorga yaqinlashdi. Ovoz to'xtadi. U devorga qo'lini tekkizdi. Sovuq edi. Lekin qo'lining ichida g'alati tikroq sezildi. Xuddi devor tirikdek. Shunda ovoz yana eshitildi. Bu safar aniqroq. So'z emas, ism emas, faqat nafas. U ortga chekindi. Yuragi tez ura boshladi. U pichirlab dedi. Bu nima? Ammo javob kelmadi. Faqat soat qayerdandir yana eshitildi. 03:17. U o'sha payt tushundi. Bu ovoz har kecha bo'lmagan. Bu ovoz faqat u e'tibor bera boshlagandan keyin eshitilgan edi. Sokin pauza. Ba'zan bir sir e'tiborsizlikni xohlaydi. Chunki e'tibor eshikni ochadi. Keyingi qismda soat to'xtaydi. Va bu safar faqat soat emas.